Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz xohlasa yana bir mijozimiz xonadonlarga 2 komplekt uylovlarimizni qilib berganmiz. Bu birinchi komplekti. Bu uylovimizda bitta fishkasi bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa u fishkasini ham bilib olasiz. Xo'p, ketdi. Bu uylov mebelimiz razmerlari 1,5 metrga 3 metr bo'lgan. Ikkita pufilar bilan qilib berganmiz, xudo xolasa. Materiallar turetskiy materiallar, machalkalar plotnisi 22 plotniy va 17 plotniy ishlagan. Pampers, ya'ni prujina bo'lgan. Xudo xolasa sifatlari juda ham yuqori darajada. Albatta kim kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaringizlar. Kommentga plus qoldirsangiz, biz sizga direktdan javob beramiz inshaalloh. Hop, shunaqa gaplar. Fishkasini aytaman degandim. Bu fishkasi shu bakoyimiz xuddi shunaqa bo'lib ochilib yopiladi. Bu nimaga kerak deyishinglar mumkin. Bu yotish uchun yotmoqchi bo'lsangiz, xudo xolasa juda qulay yotasiz. Misol, shu bitta yostiqni qo'yib qo'yasiz. Ya'ni joy tejash uchun juda ham yaxshi variant yechim qilingan. Shunaqa mexanizmlar bilan qilib berganmiz. Albatta kim qildirmoqchi bo'lsa, bemalol aloqa chiqaringlar. Narxi bilish uchun shu o'ylayotgan gapim. Kommentga plus qoldirasiz. Ikkinchi ulovimizni ham hozir syomka qilamiz. Shuni ham joylaymiz. Birinchi, ikkinchi qism qilib, xudo xolasa joylab boramiz. Shunaqa gaplar jigarlar.